Assalomu alaykum hammaga. Ukalar salomat bo'lsizlar. Ishga chiqdik inshaalloh bugun haftani dushanba kuni 2:30 o'tib qoldi. Inshaalloh bugun bir sizlarga chiroyli video olib beray deb qaror qildim. Oldinda ish kelamiz inshaalloh. Yo'qdan tushmaydi. Shunaqa turibdi. Minus 10 bo'lyapti, как будто ощущение minus 30 dek. Oqayan muzlab qolgan sovuq bo'lyapti. 15 dekabr bo'ldi inshaalloh ish kunimiz sizlarga kuzatib boramiz. Kuzatib borsanglar, bo'ldi ko'rsatib boramiz. Inshaalloh qanday boshladik unda işte. Koeffitsientlar bomba yonyapti. Starlarga olmasak keldik siz konstruksiyaga. Zakazimiz elik. Salkam bir soat 2782 euro tushmaz. Davom etamiz. Koeffitsient yonyapti bu yerda bomba. Moriyonni qo'yamizda. Bosamiz. Hop. Barpa betaraf keldik. 15 minut. 357 zakazimiz. Короче, o'yin yoqsanglar endi. Короче, o'yin yoqib koeffitsient o'chirib qo'ygan oldi maydonni ichida shtobi. Maydonni ishlayotganlar koeffitsient ko'rmasin. Короче, Alex judayam haqiqiy o'sha. Hop, to'rtinchi zakazimiz olamiz 2 bilan. Короче, 282 bilan oldik. 3 minut. Короче, 4 minut. 1,5 kilometr. 282 suyunga komissiya bilan oldik yapamiz. Son verib atdik shunga tushib. Ovozimni aytib berganlar. Ovozimga ko'p e'tibor bermaysizlar, og'ribizcha. Maza yo'q. Doshlar ham bo'g'ilib. Shunaqa jichina bo'lyapti. Davom etamiz. Zakazga ketdik. Shunday zakazlar keldik. 20 minut bo'lgan yo'l 2 kilometr. 716. Soatlarimiz to'g'ri bo'ldi. Yorug' tushdi. Biz davom ettiramiz işte. Hop, keyingi zakazimizga keldik. Bu tarafı. Makinelerimiz ham tayyor. 335 metre. Ba'zi bir xato kamchiliklarga ko'z yumib qo'yasizlar. Ko'pdan beri video olmaganimda tilim ham kelmayapti, hali gaplarim chiqmayapti. Bitta 15 minutlik videoda bilaman 3-4 ta kadr olyapti. Hali biror narsani qilmay yursangiz esidan chiqib qoladi ekan. Ashna til kelmay qolyapti birodar. Videoni boshlashni bilgan bo'lsanglar, tillarim tugallashib ketdi. Insonimiz ham to'g'ri tushunib qo'yasizlar. O'zi keyingi zakazga keldik. Tamommas, yaxshi. Yaxshi bo'lyapti. Qaysin soat 9:30 bo'ldi, bitta tushdi qaysin. Tamommas, 2 kilometr. 700 yuribdi 11 minutga. Ana kutamiz. Bittasi bo'lmagan podpiskani bosib qo'yamiz. Like, kommentariy, savollar bo'lsa yozib qo'yasizlar inshaalloh. Qo'ldan kelgancha javob berib ketamiz.
zakazimizdan kelib uni qo'yga tashladim. Soat ham 2 o'tdi. Obed qilaylik, obeddan keyin olib turamiz. Короче, obedgacha 14 ta zakaz qilib qo'ydim. 14 ta zakaz. Ekonom bo'lib ketdim ama. Obed ham yeyapti. Inshaalloh obed qilib davom ettiramiz. Tezda obed qilib qo'ysak, где-то 5 soat 6 soatgacha o'zi uxlaydi. Shu oyda oxirigacha uxlaguncha ishlab turamiz endi. Keyin yanvardan ishlar o'lib qoladi. 21 zakazimni oldim. Soatimiz 8:30. Damoyni yoqib, damoy ketdigan. Hozirga tashlasak, shundan dam tozalik keyin ketib qolamiz uyga. 9:30 o'nlarga ishimizni tugatamiz ekan inshaalloh. Atak bugun dushanba yaxshi bo'ldi. Kontent ham yonyapti bak. Center. Ozgina probka bor. Chimanroq o'tib ketib qolamiz. Hozir men Tinivka taraflarga kelib qoladi. Foto yo'q, tepa. Medium flag bor, medium. Tashladik 21 ham. 1.9 dan beryapti. O'chirib qo'ydim. Sentroq tushibcha. Qaysidir olib kelib qolaylik. Men bitta zakaz qilaman yo ikkita. Bundan ketdim. Hozir zakazimni Kutuzskiy prospektga olib keldim. Sentrdan bitta olamiz. Shundan ketdik. 20 bitta zakaz qilib qani. Ekonomdan ham o'tib ketdim jo'da bugun. Soatimiz 15 ta ekan. 9 bo'ldi. Qo'yaplar. Atak ishlasa ish bo'lyapti. To'q ertaroq soat chiqib kerak bo'lyapti. Ertaroq dedi. 5:30 larda boshlasa obedga turganlarni ko'tarib qo'ysa bo'ladigan ish bo'lyapti-da. Bitta yanvarda vaqti o'lib qolishi mumkin. Shashga paka ishlab olaylik. Keyin yanvarda dam olamiz. Hozir salkam 7 da boshlagan bo'lsam, o'sha 9 bo'lyapti. 14 soat bo'lib qoldi. Ondan necha 2 da to'xtatdim, 2:30dan keyin obedga kirdim. Shunda bir 2 soat amal qildim. Chorpoychi qilib o'tadi, 3 soat o'tib ketdi. Keyin chiqib işte boshlab, obeddan keyin chiqib ishlab, 4 chiqqan bo'lsam, где-то 5:30-6 ishlab obeddan keyin bitta charchadim. Qani yana bir yarim 2 ishlab qolamiz uygacha. Ketdik. Telefoning zakazlar beraveryapti. Kichkina korobka zakaz beryapti. Uyga yana dalishga chiqib, unga bitta uyga zakaz bersa ketib qolamiz. Citydan prospekt kerak. Cityga bor. Bu yerdan probkadan chiqib, yo'q sentrga qo'shamiz. To'g'ri Novoy Arbatga tushib, sedan ta'minlashtiramiz. Sekin yurdik. Arbatga tushib bitta 1.76 va yangi bor. Berendi bitta. Bitta tarafga. Moskvani soch. Да, вот так поним. Короче, istiyatli akalar, ukalar. Soatimiz ham 10:17. 22 ta yanlikda zakaz qildim, bitta ko'chadan oldim. 23 ta zakaz qilibmiz. 23 ta zakaz 22.309 rubl. Bu yana 21.609. Ko'chadan bitta 700 rubl oldim. Shu bilan 22.000
309 rubl ishlabmiz. Xo'p. Bundan qancha o'zimizga qoladi? Hozir zapravka qildim. 2,5 minglik zapravka yoqibman. To есть benzin yoqibman. 1,5 ming питание to'g'risida suv bu. Grubo 4 ming rasxodimiz bo'lsa 18 ming. 18 ming normal. 18 ming chiste o'zimizga yoqibdi. Hozir mo'ka qilamiz. Inshaalloh ertaman yana. Sahar 5:30 da ishga. Videomizni yoqqan bo'lsa sizlardan bitta like, savollar bo'lsa kommentga, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsanglar podpiskani bitta bosib qo'yamiz. Inshaalloh. Men uchun motivatsiya, sizlar uchun ishlaymiz. Xohlasa juma shanba yana inshaalloh video qilaman. Bugun dushanba og'ir kun bo'ladi deydi-yu, men uchun bilmayman, normalniy bir yengil kun bo'ldi. Zo'r zakazlar berdim. Yaxshi zakazlar berdim. Shahar ishimiz tugatdik. Rayonga keldim, mo'ka qilib, ketib ketaman. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Salomat bo'ling.